Al-Xorazmiy maktabiga tushish mumkin bo'lgan savol. Qani qaraylik, qani. Xo'p, shaklda nechta kub borligini topishimiz kerak. Ko'pchilik bitta sanab o'tiradi, sodda usulni o'rgatib ketaman. Bu yerda nima qilamiz? Qaranglar, ko'rinib turibdi bitta, to'g'rimi? Bunda ko'rinib turgan narsa ikkita, to'g'rimi? Ikkitasi ko'rinib turibdi, lekin ko'rinmay turganda ham bitta kub bor. Bu, ya'ni bu yoqda kub, buni xuddi shunday ko'rinmay turgan qismi hisoblanib qoladi. Ya'ni 2 + 1 bo'ladi. Xuddi shunday bu yerda ko'rinib turgan qismi nechta bo'ladi? 3 ta. Ko'rinmay turgan qismi mana buni qismini soniga teng. Bu nechta edi? 3 ta. 3 qo'shuv 3 bo'ladi. Buni ham xuddi shunday ko'rinib turgan qismi nechta bo'ladi? 4 ta bo'ladi, to'g'rimi? Va buni ko'rinmay ichkaridagi orqa tomondagi qismi mana bularning umumiy soniga teng. Bular nechta edi? 6 ta edi. 4 qo'shib 6 ta. Xuddi bu yerda ham ko'rinib turgan qismi nechta bo'ladi? 5 ta bo'ladi. Va ko'rinmay turgan qismi undan oldingilari soniga teng bo'ladi. Bular nechta edi? 10 ta edi. Va 10 ni qo'shamiz. Endi umumiy hammasini hisoblab qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Umumiy sonini n deydigan bo'lsak, n 1 + 3 + 6 + 10 + 15 bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni qo'shsak 10 bo'ladi, 10 ga 10 20, 20 ga 15 35 degan javob chiqadi va to'g'ri javob C bo'ladi. Bu sirli usuli deyiladi.